imoratimizni qavatlar orasiga stяжка quyayotganimizda ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Mana imoratni plitasini bosib bo'lganimizdan keyin men har doim обязательно 3 sm уровеньga olib turib stяжка quyaman. Chunki plita zavodda ishlab chiqarilgan taqdirda ham uni montaj qilayotganda 1-1,5 sm uklonda zazorda bo'lib qoladi. O'shani hisobiga bir tekis qilib stяжка quyib olaman va santexnik kelganda to'pli polni bir tekis quyib oladi. Endi bitta jihatiga ahamiyat beringlar. Sizlar hozirgi kunda bilasizlar, imoratlarning oyna romlari, deraza romlari hammasi polgacha bo'lyapti. Polga bir qavat g'ish qo'yiladi. Ana o'sha bir qavat g'ish qo'yilgandan keyin uni to'pli pol va belovoy stяжка deydi. Ya'ni oxirgi nuqtada quyiladigan stяжкасini hisobini olinglar. Men bitta joyda ko'rdim, g'ish qo'ygan chornovoy stяжка quyilmaganda g'ish ustidan oyna romni qo'yib qo'yishgan. To'pli polda natijasida oyna romni kesakisidan stяжкamiz o'tib ketganda oynani o'ziga kelib qolgan. Bunda unaqa xatoga yo'l qo'ymaylik. Mana bu holatimizda bu chornovoy stяжка, ya'ni plitani ustini tekis qilib olganmiz. Endi bir g'ish qatorida g'ishimizni terib olamiz, uni ustiga oyna rom qo'yadi. Endi santexnik kelib to'pli polini penaplekslarni qo'yib bo'lgandan keyin uni ustidan belovoy stяжка quyilganda ana o'sha g'ishni masofasini hisobiga bu stяжкamiz oyna romni kesakisiga to'ppa-to'g'ri keladi. Ana o'shanda oyna romimizni oyna jihatigacha o'tib ketgan holati bo'lmaydi. Mana bu xato bo'lmaydi. Stяжка quyayotganda mana shu ikkita jihatiga amal qilishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Salomat bo'linglar.